32,5 dan aka. 250 ming so'mdan 81 boshda olgan odamga bir kishiga berdim. Telefon olsa xayr qilib berasizmi? Telefon qilsa xayr qilib beraman. Mobodo telefon qilib, uka, sal mana musofirlar uchun ichidan 20 ta 3 milliondan chiqarib beraman. Akalar qo'ylarni haqiqiy go'zal arashan partiyamizga ham yetib kelganmiz. Xudo xolasa mana qo'ylarni ko'rgan odamni ko'zi quvnaydi akalar. Nima deydi? Olgan odam mazza qiladi, chunki ichida mana bunaqa oq yuz toza variantlar akalar juda ko'p akalar ichida. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, ona bola qo'y bo'g'oz soliq Sora Arashan qo'y ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar bugun xudo xolasa sizlar uchun qo'ylarni xudo xolasa mana shunaqa ona bola variantlari, egiz variantlari, xudo xolasa bo'g'oz variantlari hamma turdan chiqaramiz. Like-ni bosib qo'yaverasiz akalar. Bugun akalar Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qumar qishlog'ida o'sha arzonchi optimchi akamiz Jamshid akamiz qo'ralaridamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Like-ni bosib gumbirlar otingga rahmat turinglar. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib sizlar uchun video qilib beramiz. Xohlagan qo'ylardan 500 bosh qo'yimiz bor. Xohlagan qo'y chiqadi. Hamma turdan bor aka, xudo xolasa. Hamma turdan bor. Bizni mana podvalimiz deydigan qo'y chiqaradi. Hamma yerdan xudo xolasa qo'y chiqadi. Akamiz ham lekin 1 yildan beri ko'ringanlar yo'q edi akalar. Xudo xolasa bugun ayblarni yo'q, narxlari arzon qilib beradi. Chiroyli qilib beramiz. Hop aka, birinchi partiyamizga 3 dona ona bola ekan. Shunaqa, nima? Abbosxon, uka. Aka. Siz Namangandansiz. Shunday. Biz Qo'qondanmiz. Akamning o'g'illari bo'lasiz. Namanganlik oshna og'aynilaringiz bari meni aka ukam. Shunday. Masalan, mana bu qo'yimiz uka bitta tuqqan. Aha. Buni jinda nimasi bor, aybi bor. Deyishmasa, o't yeydi, suv ichadi, xolos. Sog'ligi zo'r. Qulog'ini tog'da bo'ri urgan. Mana akalar, quloqlari yo'q. Bolasi mana bu uka mana. Mana hozir mana shu yerda mana buyimiz egiz uka mana. Mana bu qo'yimiz ikkita bolasi bor. Mana qo'yimizniki bitta. Yonidagisi bitta egizchi. Nariga qo'yimizniki afg'on qarab qo'ying. Buni bolani lekin mana buniki uka. Mana akalar, buni bolasi buni akalar. Mana ikkita ona bola, bitta yolg'iz uka. Bular akalar bitta egiz, bitta yakka ekan. Ona bola. Endi hozir tishlarini ko'rsatib qo'yaylik. Endi yoshlarni ko'raman. Mana keling, bolani qarang. Bola sog'liqchi mana. Mana tishi. Endi yoshlar akalar. Mana egizligini ko'rsatib qo'ying. Mana keling. Mana uka. Mana akalar yoshlar. Endi bu qo'yimiz qarab turing, mana keling. Bozorda egiz qo'ylar bor ekan. O'zi tulashini ko'ryapsizmi? O'zi tulayapti, shikalantka o'xshab. O'zi zo'r narsa. Xudo o'zi olib boqqan odam baraka topadi uka. Shunaqa. Egizchi barabir akalar, bolalari salakunda katta o'qisa o'zi bekor olib qolib ketadi. Addelli bo'ldi. Mana bu egiz. Mana akalar. Mana ikkovi yolg'iz ona bo'ladi. Bunikini bolasi bittasi qo'chqor, bittasi sog'liq. Qo'chqor sog'liq. Ikkinchi tug'ishga, o'tgan yili ham bu ikkita tuqqan. Xudo xolasa keyingi yilga ham Xudo xolasa egiz. Mana bularimiz bittadan. Mana bularimiz qarab turing. Bularimiz ham mana bundan ham egiz. Bir yil ikkita, bir yil tuqqan. Tumorlari bilan qarang. Bolani ko'rib qo'ying. Xudo xolasa bolani mazza qilishadi. Bolani qaranglar. Aka, bularning narxi qanaqa bo'ladi? Narxi keladigan bo'lsak, Abbosxon. Bitta bo'g'oz qo'ydi ham hozir 6,5 million, 7 million qo'yishyapti uka. Oddiy misol o'zim ham qo'yyapman. Shunday. Endi u qanaqa tug'adi, qanaqa yo'q, Xudo biladi. Jackpot. Tayyor oldida o'ynab turgani. 13 million 500 mingga ikki o'yina bola qo'yimiz dastavka qilib beramiz. Ikki o'yina bola qo'yimiz. Realni yakkalar. Yakkalarni 13 million 500 mingga qilib beramiz. Endi mana egizimizga keladigan bo'lsak, buni bitta bolasi chiqib, bitta bolasi sog'liq. 12 millionga beraman. Buni 12 millionga to'ladi. 12 millionga beraman, lekin aytishlari mumkin, bozorda 8 millionga egiz qo'y bor deyishlari mumkin. Lekin qo'y bilan qo'yning farqi bor. 5 millionga ham bizovcha bor. 50 millionga ham ona bizov bor. Shunaqa. O'shanda yaxshi qo'ydi, zotidan bu qo'y yaxshi narsa. Bitta dehqonimiz olib boqaman degan odamga mazza qilishadi. To'shni qarang janavorlarni. Haqiqiy bolalarning qulog'ini qarang, uzunligini. Xo'p, 12 million so'mga egiz ona bola, 13,5 millionga. Ikkovi 13,5 millionga, ikkovi qo'yni Xudo xolasa ikkita bo'g'oz qo'yni puliga beramiz. Mana akalar, Xudo xolasa shashilib telefon qilaverasiz akalar. Hop, aka, bular dastavkasi qanaqa bo'ladi? Dastavkasi uka vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Kelishamiz. Telefon qilsa masala yo'q uka. Xudo xolasa o'zimiz dastavkasini qilib beramiz. Akalar, Xudo xolasa telefon qilib aloqa chiqarasizlar, biz keyingi partiyalarimizga masala o'tib akalar, Xudo xolasa keyingi partiyamizga ham yetib keldik. Qo'ylarda, qo'zilarda akalar go'zal, gulini boqaman degan akalarimizga Xudo xolasa. Bular Abbosxon, bular Xudo xolasa olgan odam mazza qiladi.
7 million, 8 millionga buni sariq bo'g'ozlarni olishyapti-da. Aha. Ha, xudo hozir bir ekkak tutsa, ekkak tutsa bitta qo'chqorni zo'ridan mana o'zi qo'shilgan mana. Urug'i boshqa buni. O'zi akalar qo'chqori ham qo'chqori ichida, bunday. xudo xolasa. Bo'lmasa qo'chqori akalar, xudo xolasa. Mana akalar, hammasi akalar sariq, o'sha yuzlari toza, sifat 7 zo'mon. boshga. Bitta bilanasiga. Hop, qo'shamni 7 bosh. 7 bosh. Jami 7 bosh xudo xolasa. 5 oylik qo'zilar. 5 oy atrofida qo'zilar xudo xolasa. Mana akalar, lekin hammasi arqa dumbalari chiroyli, kalla boshlari, kalla garibonasi, arqa razrasi hamma tomoni kelishgan, yoshlari yosh xudo xolasa. Bu yem yemagan, yem ko'rmagan akalar. O'zi lekin bularga hozir yem shart emas. O'sib olish kerak Ha, hozir. o'sish kerak bu. Qo'y bir 2 choy to'xtatib tursa, keyin qo'chqor mana o'zini ko'ziga yetadi. Mana qo'chqor o'zi yetadi. uka. Mana akalar, buni akalar nima deydi? Bir qo'l, ikki qo'l emas-a bu. Ko'p yillar bola olsa bo'laveradi bulardan. O'zlari maza qilib bola olib yurishadi. Bo'ylariga kelgan bo'lsak, 65 plus ku. Aha. Bular 65 plus. Xudo xolasa bular shu Qirg'izistondan joyidan kelgan. Qo'ygan qo'ylardan belda bo'lmasa qo'y bas bular. Shunaqa akalar. Bor bozorda u qo'ydan bas bular. Xudo xolasa hozir maza qilishadi. Eng kichkinasi ham o'ta sifat ekanligi mana. Eng kichkinasi mana shu, lekin sifati eng zo'ri ham shu. Bular ko'pi egizchi. Bular egiz. Mana so'lig'imiz bilan mana ikki so'lig'imiz egiz. Bu bilan o narigi bilan bu egiz. Mana akalar. Partiya egiz bular. Xudo xolasa akalar egizlari ko'p. Lekin qo'ylarda akalar nima edi? Haqiqiy saralari yosh avlod, yosh nihol akalar. Buni avvalab o'stirib turib, erta borga chiqib turib bozorga gapirsalar, men ham akalar o'zim ko'paytiraman degan maqsadda, lekin yaxshi qo'yganlar. Quloqlari but-butun, maza qilishadi. Ular hammasiga haqida butun ekan. Aka bularni nech puldan beramiz obunachilarga? Nima Abbosxon, bizni qo'ylarimiz narxini qimmat deyishlar mumkin. Lekin ertangisi bor. Hozir 1-200 mingdan qimmat ular, ertangi boqib chiqqandan keyin 1-2 milliondan arzon bo'ladi. Shunday. Bular narxiga 4 million 200 ming so'mdan bas, 4 million 100 dan bas. 4 milliondan ko'p beraman. 4 million 4 million so'mdan beraman. Hozir enasi bo'lsa 2 millionga bermayapti. Lekin ashaddiy bilgan odamga beraman. 4 milliondan keyin 7 qo'yim bir joyga ketadi. Qo'shqorga ketadi. Akalar Qirg'iz ochilib naqlat tushdi demanglar, Qirg'iz yana yopildi, akalar yopilibdi. Shuning uchun akalar endi xudo xolasa qo'ylarni nima edi? Bundan mana akalar qo'ydi narx tushmaydi-da baribir. Qo'yni ko'tariladi. Endi biz ham nima qilamiz? Qo'yni narxi oshyapti degani obunachilarga soldi qilmaymiz-da uka. Kam-kam xo'rad hamisha xo'rad deydi. Shunday. Chiroyli qilib uka yetkazib olib beramiz. Akalar 4 million so'mdan xudo xolasa. Lekin telefon qilsalaring baribir aka xayrga o'tib berasiz. Xayri bor xudo xolasa. Bilan qopiladi. Shunday. Sunnat bo'lgan, sunnatga o'tiladi uka. Mana akalar, xotirjamlarga chiqaverasiz akalar. Lekin pul bodim hammasi bitta quloq bo'lsa bo'laveradi. Chunki soni ham ko'p emas, 7 dona, xudo xolasa sifatlari ham yaxshi narsalar ekan. Bundan ba'zilar narx tushmaydi ham, ko'tarilgan, lekin narx tushmaydi akalar. Bugungi narxidan keyingidan narxi bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi ham mumkin akalar. Va bo'lmasa akalar, hali partiyamiz juda ko'p. Xotirjam videoni erinmasdan akalar, televizorda yaqinmi, telefonda yaxshilab joylashib olib ko'rib turaverasizlar. Bizda hali partiyamiz ancha akalar. Bo'lmasa biz keyingi partiyalarimizga akalar o'tamiz. Xo'p, akalar, mo'jizali variantlarga ham yetib keldik. Xudo xolasa, o'zi oppak kallasi qora zotli xudo xolasa qo'ylarimiz ekan. Endi nomini bilganlar, zotni bilganlar kommentariya yozib qo'yamiz. Bir dona hisorini toza qo'shqori ichida qo'shilgan ekan. Akamizni qo'ylarga xudo xolasa. Aka bularda oqlar hammasi olib qo'shqori bormi bularda? Abbosxon, bu qo'yimiz, oltita qo'yimiz, bular soliq. Oqlar hammasi olib. Bunga arashan qo'shmadik, qirg'iz qo'shmadik-da. Hisor qo'shildi. Tojikni qo'shdim. Hisor qo'shildi. Tojikga qo'yib qo'ydim. Uni akalar janovarni xudo Mana xolasa. qarang. Hali endi qo'zi tishini yoryapti. Endi yoryapti ekan. Mana shu qo'yni qo'shdim. Qo'ndi qaranglar. Xudo xolasa, Abbosxon, mana qo'ylarimiz Aha. bitta bo'g'oz, qarab turing. Ikkita bo'g'oz, uchta bo'g'oz, to'rtta bo'g'oz. To'rttasi bu bo'g'oz. To'rovi ham bo'g'oz. Keyin mana ikkovi qo'z turibdi-yu. Aha. Mana buni bolasi. Mana. Bu akalar o'zi haligi 3ta 4ta tug'adigan zotlar. Shundan lekin xudo xolasa maza qilishadi uka. Mana akalar, xudo xolasa akalar bu 5gacha tug'ishi mumkin. Barakada. Bitta bo'g'oz ketdi. Ikkita ketdi, uchta ketdi. Mana bu qizlar bilan to'rtta bo'g'oz ketdi. Mana ikkita bola, mana buni bolasi. Hozir aka mashq qo'shqordan qochgan bular ya Shundan qochdi. mashindan qochgan. Shundan qochdi. Mana akalar. Lekin qo'ylar akalar juda bo'lanasa. Hozir bayda 6 bo'lgan bilan bular tug'sa akalar 20 ta ko'chishi ham mumkin. Bular ikkita, uchtadan tug'adi bular. Bunaqa ko'p tug'adigan zotdan akalar bular. Ikkita qo'y yozilmagan.
Kam ikkita, uchta. Keyin bu bir yilda masalan biz bitta qo'yda 2 marta qo'ylatamiz. Qachondirki. Lekin bular bir yilda 2 martadan zagonli nima qilaveradi? Qo'chqor ishda yursa. Yiliga 2 marta balosi bo'laveradi. Buni olgan odam aytdi-da, uka dedi, senda buni zotdan qo'shmagin dedi. Birontasiga sotmoqchi bo'lsan dedi. Sen o'zimiz shu Tojikiston qo'chqordan qo'shganda mana Tojikiston qo'chqoridan qo'shib qo'yganman. Xudo xolasa mana shu qo'ydan qochdi. Mana aka. Shundan qochdi. Lekin olgan odam maza qilib baraka topadi uka. Shunaqa kerak, lekin xohlasa olgan pulni o'zimga ketadi. Bular bitta tug'maydi, haqiqatan ikkita, uchta ko'p tug'adi ya. Ishlarga keladigan bo'lsak, Abbosxon birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ish. Bitta mana bu qo'y uchinchi tug'ish hali bir 5-6 yil maza qilishadi. Shunaqa. Uylariga qo'y 150 ta bo'ladi, keyin mana 4 ta enasini sochishni boshlayveradi. Shunaqa. Uchtasi qo'zi o'zi aka. Uchtasi qo'zi uka. Mana buni ham qo'zi akalar. Ularni ham 18 chiqadi endi buni hali bilgan odamga maza qilishadi hozir olgan odam. Mana shu ikki qo'zisi mana. Mana shu ikki qo'zisi uka. Bu egizmi ekan? Egiz, mana bu onasi. Ikkalasi egiz. Mana onasi. Mana shu qo'yni bolasi mana shu. Keyin mana bu cho'g'i bo'g'oz, ham buni onasi ham bo'g'oz. Mana bu joylarga qarang. Aka bularning narxi qo'shqorga alohida bo'ladimi yo? Bularni uka qo'shqorini uka sotmaymiz uka. Lekin ashaddiy muxlisi bo'lsa nima qilaveramiz? Haqiqiy ishqiboz bo'lsa, kirishurasiz. Ha, xudo xolasa. Bularni senganlarga aka haqiqatan sifatini qarang. Bularni hech pul beramiz aka endi. Bularni uka Quyuq suviga. Qo'shqorini o'zini olamiz ikki odamga shu $700 beraman qo'shqorini o'zini. 700 bo'lgan. Hozir ham 50 kilo go'sht borda bag'dan kelsak. Aha. 150 mingdan bo'lganda ham 130 mingdan bo'lganda ham 6,5 million bilan go'shtga hisoblasak ham. Lekin buni go'shtga hisoblamaydi. Yo'q, zotli narsa go'shtga solon bo'lmaydi. Zotga bir 5 yil 6 yil nimani qo'shib yurishaveradi. Lekin mana qo'zlarga qo'ylarga keladigan bo'lsak-ku, ularni 5 million, 200 ming falan dollar deyish kerak yo'q. 4 million 750 mingdan dastlabkasini qilib beraman vodiy bo'ylab. 4 million 750 dan bo'g'oz ham, qo'zi ham, quyug'i suviga to'radi. Talab olishga endi plyus-minuslari bor, chunki bo'g'ozlari baribir narxi balandroq bo'ladi akalar. Xolasa telefon qilib aloqa chiqarasiz akalar. Lekin qo'ylarda nima edi? Haqiqatan bilgan odamimiz biladi, bu zot qanaqaligini akalar, ko'p chiqadi o'z YouTube'da ham. Lekin xudo xolasa akalar bu qo'ylar olgan odam yiliga akalar ekmasidan bola olganda ikkitadan tug'ib berganda ham akalar sira bo'lib ketadi. Buni shu bitta qora bergin desa telefon qilsa kelishamiz. Qo'chqorda ham beraman. Bo'ldi. $700 emas, o'tib beraman. Xudo xolasa xayri bor, xotirjam. Aslida bitta uyda bu. Va ajratish kerak yo'q. Mana aka, turishni qaranglar janovarlarni. Xudo xolasa akalar aloqa chiqarasiz, bizda partiyalarimiz yana bor. Biz keyingi partiyalamizga kadar o'tiramiz. Akalar qo'ylarni haqiqiy go'zal arashan partiyamizga ham yetib kelganmiz. Xudo xolasa mana qo'ylarni ko'rgan odamni ko'zi quvnaydi akalar. Nima edi? Olgan odam maza qiladi, chunki ichida mana bunaqa oq yuz toza variantlar akalar juda ko'p akalar ichida. Qo'chqori ham bor ekan. Ikkita qo'chqori bor. Ikki qo'chqorni ashaddiy olaman degan odamga ikki qo'chqordan beriladi uka. Aka bular o'zi hammasi qo'zishliga turishlar. Maza qilishgan zotdan aka. Buni qo'ylar qaranglar akalar. Adamlardan kelishdi hozir. Kechab kelishdi. O'z kiyimlari akalar shayda o'zi ham turishibdi, lekin qo'ylardi akalar haqiqiy o'zining zotidan. Edilbar. Aha. Mana bu afg'on. Ikki qo'chqor. Bu afg'on qo'chqori. Afg'on qo'chqor shunga qo'shildi uka. Shu hozir aylanib yuribdi shular bilan birga ikkita qo'chqor yuribdi. Ha, bitta uy. Bu 19 boshga. Aha. 2 bosh qo'chqor. 17 bosh yarichga. Sovliqlar. Ruvachilar aka. O'ta bo'lashmasalar akalar ichida. Xudo xolasa ikkita ena qo'y bor bu yerda. Mana ena qo'yimiz, mana ena qo'yimiz. Ikkita, uchta ena. Ha, bitta oq ena qo'y. Bor ekan. Mana ikkita ena qo'y. Mana bu uchta ena qo'y. Uchovi ham xudo xolasa bo'g'oz uchovini mana shu yerda ikkitadan emas turibdi. Bolalari bor, bolalari bor xolasa. Mana akalar, uchta bo'g'oz bor ekan, 3 qo'y ham xudo xolasa egizchi deyaptilar akalar. Xudo xolasa qolganlar hammasi qo'ziga ichida qo'ylarimni qulog'i 18 santidan mana shular. Bu 20 ham chiqsa kerak qulog'i. 18-20 qulog'i. Buni qulog'iga xotirjam 20 chiqadi. O'ta uzun ekan mana akalar. O'ta uzun narsa. Seleksiya bo'lib qo'ylar uka. Mana buni machagi qo'y bor. Buni ham qo'chqorga ham qarab qo'ying. Kelishib qolsak uka gapni eshiting. Optim bitta ketadi. Hop. Mobodagi uka qo'chqori qolaversa qo'chqorni olib qo'yaveraman. Bo'lmasa optimga ketaveradi uka. Bo'ldi. Xo'p, akalar qo'ylar ichida ishlayman, kirib turar ekan, baqa chiqarsalar akalar nima edi? Qolmaydi-da. Baqa chiqarib hammasi chiqargan bo'lasizlar. Qo'y ichida pas yo'q. Xudo xolasa mana unaqa oq yuzlari, tiniq variantlari ichida ko'p akalar. Xudo xolasa ulguradigan partiyamiz. Aka bularni endi optimiga necha pul deymiz? Optimiga olaman deb turgan akalarimizga Abbosxon
5 milliondan beraman. Ikki qo'chqor ham ichida ketadi. Qo'chqor ham ichida 5 million so'mlar. Agar uka barakani 5 milliondan mendan olib turib, uka ikki qo'chqor sizga qolaversin desa, ikki qo'chqorga 15 millionga o'zim xaridorman. 7,5 million so'mlar. Aha, o'shanda minus qo'yaverasizlar. 7,5 milliondan beraman deganim yo'q. Ikki qo'chqorni o'zim qaytib olaveraman. 7 million 500 mingdan 15 millionga barakadan keyin 5 milliondan berdim deylik. Misol keltirib, ikki qo'chqorni men uylariga borgandan keyin 15 million berib turib, men olib kelaveraman. Ikki qo'chqorini. Qayta olaverasiz o'zingiz. Ha, qayta olaman. Bo'lmasam o'zlariga buyursin, nasib qilsin, 5 milliondan keyin hammasi ketdi bir joyga. Mana aka. Aka endi qarang, kelib o'zim ichidan tanlab olaman, masalan bir 5 ta zo'rni olaman deysa, qanaqa bo'ladi? Bitta olsam beraman. Bitta olsam, Bitta olsam, hali razin bazisa 100 ming qo'shiladi, 200 ming qo'shiladi. Bitta olsam, ikkita olsam shundan. Mana akalar, xotirjam aloqa chiqarasiz, lekin ichida akalar haqiqiy kerak bo'lsa kerak dollar qo'yadiganlari ham bor akalar. Chunki men ko'rib o'zim ish qozib qolyapman, kelar qo'ydi ko'rib. Haqiqiy havas qiladigan. Maza qilsin uka, dollar gapirmaymiz. Sal musofirliklarni o'ylab, ishlaylik. 5 milliondan gazni bossin uka. Xolasalar telefon qilsa mana 3 oy tug'iydigan qo'y bor-ku. Aha. Shu 3 oy bo'g'ozlab kelib bering desa ham 5 million so'm uka. 5 million ketaveradi. 5 millionga ketaveradi uka. 100 minus plyus bo'lmaydi bizda. Buni unga akalar juda qiziqdi lekin bu juda bo'lanmas ekan. Dumbalar qaranglar, sifatli. Mana janavarda akalar mana aloha tursinda. Mana bu ham akalar o'sha ichida narxi o'zgarmaydi akalar. Buni o'zini olaman desangiz ham xudo xolasa aloqa chiqarasiz akalar. Shashilib qolamiz degan. Haqiqiy zo'rlar ekan mana akalar. Bo'lmasa aka partiyamiz bor yana. Ikki partiya qo'yamiz, xudo xolasa. Men sal 5 million, 4,5 million qo'ylab qo'yib yuboryapsan, arzonroqlardan xalqimiz bo'ldi. Pul yengillar akalar, xudo xolasa keyingi partiyamizga chiqaramiz. Xo'p, akalar, xudo xolasa keyingi partiyamizga o'tib oldik. Xudo xolasa pul yengillarini so'ragan akalarimizga Serdumba, o'sha Hisori, Qo'chqor ekanchilik aka bular. Bular Qo'chqor variant. 3 dona sog'lig'idan olib keldim. Bu qo'ylar Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistonniki emas. Bular Qozog'istonning qo'yi. Bular Qozog'istonning qo'ylari. Skenelizda chiqib keladi, Qozog'istonning qo'yi. Haqiqatan mana quloqlarda Qozog'istonga kelgan. Ichida 3 boshi sog'lig'idan o'zim atela qo'shib oldim. 3 tur aytsiz bor. Sog'liqlarni ham ko'ringda mana qo'zg'ab, qarang. Mana. Mana bu ko'p egizib ko'radi. Mana bu qaranglar. Akalar buni işte ajrasa chiqar ekanlarga. Mana aka, ikkalasi egiz ekan. Bo'ladigan narsalar qolsa. Olib xotirjam maza qilishadi. Mana akalar. Akalar haqiqiy lekin bular narsalar ekan. Hammasi ham xudo xolasa akalar. Lekin standart bir xil ekan ichida. Mayda shuda nimasi kattalari yo'q. Hamma standart bir xil ekan. Mana sifatlariga bir ahamiyat bersalar akalar maza qilib olgan odam akalar yaxshi foyda qilaveradi. Chunki hozir Qo'chqorni akalar hozir olib turib, masalan 5 oy 6 oy bossalaring bu qo'ylar xudo xolasa siz aytgan killanib beraveradi. Chunki biz turishi ham turibdi, nima edi, dumbalar ham katta, go'shtga yaxshi akalar bu qo'ylar xudo xolasa. Aka bularning yoshi necha oylik endi? Bular yoshi 5 oylik yoshiga to'ldi. Bular 5 oy. Xudo xolasa 6 oy bor mana, 6 oy berdi. Bemalol 50 kilo atrofida, 50 kilo oshiqroqli go'sht qilaveradi. Chunki akalar bular yukzal qo'y bo'lishi aniq-da. O'zi ko'rishib turibdi qo'yladi. Qilyapti o'zi, yem-yemdan chiqyapti. Lekin arpayib turibdi. Qurbonlikka olib sotsangiz ham akalar yaxshi bilan tiklaysiz bu qo'ylarni. Chunki nima deydi, yukni yaxshi qiladi akalar. Gavdasi gavdat o'ta katta bo'kilmagan hisobiga ham sizdan baribir nima deydi, hozir ilgarida bir katta 10 million 15 million qo'y so'yishgan yo'q hozir. Shu 45 kilo 50 kilodan shunday Qo'chqor so'yishyapti. Shunaqa. Hamma yo'q akalar kelaveradigan o'rtacha miqdorda qo'y so'yishyapti. Ashingacha akalar bu qo'ylar xuddi ashindaqa standart bo'lib qoladi akalar. Mana xudo xolasa so'lg'larni qilsangiz ham bo'laveradi. Uchta so'lg'ini haqiqiy maza qilib boqaman degan odamga. So'lg'larni ham qarang aka. Bunaqa so'lg'lar bor ekan xudo xolasa. Aka bularni necha puldan beramiz endi obunachilarga? Bularga Osmon 4 million 200 yosh kerak yo'q. 3 million 750 mingdan bir joyga dastlabki qilib beraman. 3 million 750 ming. Bir joyga olishganga, lekin ha o'ylashmasin, bitta joyga olar sotar ekan, biz ham bittaga pulimiz bo'lsa, bitta desa ham sotamiz uka. Talaqasi bor akalar, talavash prinsiplari bor. Quloqni kesib bering, quloq kerak desa, quloqni kesib beramiz, kerak. Akalar xudo xolasa bexijolat, xotirjam menga ikkitagina qo'y kerak desangiz ham akamiz ishlarni bitirib beradilar. Optimiga olish kerakligini hujjat qilishni kerak yo'q, xudo xolasa. Lekin qo'ylarda akalar 100 jihatdan tiniqmas ekan, tavsiya qilib qolaman xudo xolasa. Chunki qo'ylarda vid bor, sifat bor akalar. Itdan keyin bozorga olib chiqsangiz ham akalar, omag'ida sotmog'i bor. Shunaqa, omon sotmog'i bor. 3 millionga ham qo'zg'ochqor bor, 2 millionga bor, lekin qo'ydan qo'yib faqat boqib aka umrini o'tkazilgandan ko'ra mana bunaqasida shunaqa. Ikkita olsin, 3 ta olishmasa 2 ta olsin, maza qilib boqsin. Baribir agar zot degan narsa o'zini o'tkazib beradi baribir. Har qanday holatda ham akalar zotli narsani hech qachon
hashaki narxda bo'lmaydi-da. Zo'r bo'ladi. Savdosi ham unaqa bo'lmaydi akalar. Hech bo'lmasa 500 ming 600 ming razensiyasi bo'ladi akalar. Xuddi mana shu gavdani mashinada shashaq qo'ydi akalar, ko'rsasi og'iz kelmaydi. Bozorda ham chiqib ko'ringlar. Ja, bozor arzon degan akalarimizga bozordan ko'ringlar akalar. Olib maza qilishadi-ku. Obunachilar. Xotirjam akalar, aloqa ko'rasiz, xudo xolasa. 3750 ming so'm akalar, lekin qo'shqori bo'lgandan keyin zo'r bo'ldi o'ylayman Xudo masalan. xolasa bugungi qo'yimiz yana chiqaramiz deb 15 partiya qo'yim bor. Qo'y serab qo'yim bor, prosta endi bu ham kino bo'lib ketmasin. Bir partiya qo'yimiz qoldi. Xudo xolasa kelishaveradi. Qo'y serab. Lekin qo'y ko'p. Qo'y ko'p. Qo'ydan muammo qilishmadi. 24 soat telefonimiz yoniq. Onlayn gaplashib, nima qilinaveradi. Kechib qoldi, hujjat qilish yo'q. Yo'q, bossin. Xotirjam akalar, mana o'zi salat bo'ldi turishibdi akalar, xudo xolasa. Telefon qilib aloqa ko'rasiz, men adosh tavsiya beraman. Mana shunaqa serdumba qo'y bo'ladi, xudo xolasa. Bizda akalar yana bir partiyamiz qolganmiz, keyingi partiyamizga akalar o'tamiz. Xo'p, akalarimiz bizda so'nggi partiyamizga katta partiya qildik. Endi akalar oldin bo'lib chiqardik. 5 ta, 6 ta, 10 ta, 15 ta qilib chiqardik. Bitta partiyamizni endi akalar Qo'chqorlarda xudo xolasa akamizga yetib kelgan ekan. Mana soni juda serob. Hali qorada chiqishdan to'xtamaydi akalar. Sekin-sekin o'tguncha olib turaveramiz. Xudo xolasa akalar, lekin Qo'chqorda optim joyi, qulay joylari xudo xolasa, Hisori hammasi akalar ko'ryapsizlar. Bir-biridan chiroyli. Gavdalari standartli bo'lgan, akalar sifatlari ham hammasi yuzlari tiniq o'sha kashlaringdan bo'lgan qo'ylar akalar. Mana soni ko'ryapsiz, o'ta serob. Bosqon bu soniga 81 bosh. Hozir 81 bosh. 81 bosh. Gideta bu qo'y, bitta qo'rani qo'yi. Hammasi bitta cho'ponniki. Cho'ponniki. Bu keyin bitta narsa dehqonlarimiz uchun dalani moli bu qo'y. Nimani bo'lsa yeydi. Agar jini yem yeb tursa, kerak bo'lsa, mana degan qo'ylarni ko'tiga uradi bu qo'ylar, xudo xolasa. Somonni ham beradi. Somonni ham yeydi. Keyin bilan xudo xolasa inshaalloh maza qilib olib bunaqani nimalarni akalar mana. Hammasini yuzlar akalar juda chiroyli. Quloqlar butun uka. Quloqlari degan joyga 21 kunga garantiyasi bor. Degan joyiga. 3 haftaga garantiya bor. Hammada 1 hafta bo'lsa, agar 3 hafta garantiya bor, xudo xolasa. O'ldirib, ayog'ini cho'loq qilib sindirib qo'ymasa, qo'ygan lekin yeb ishsiga 21 kunga steroid qiladi. Javob beraman. Mana akalar, xotirjam. Xudo xolasa. Buni boshi 81 bosh. Gideta uka, buni ichida 20 ta yo 21 boshi sovliq. Sovlig'i bor. Qolgani Qo'chqor. 20 bosh akalar urg'ochisi bor ekan. Endi irg'ochisini olgan maqsadim irg'ochilar egizi ko'p ekan. Egizak. Shuning uchun oldim. Endi akalar egiz narsa. Degan bo'lsak, bo'ylari 60 ga hisoblasin qo'ydi. 60 ga beraversa, quyug'i suyug'i. 60 ga olsin. Hali bu endi o'lchagan material bas bu uka. Shunaqa. O'lchamayman men. Vobshe o'lchab qo'yga kiyimda narsasi bor, taraf tekizib pardoz qilmayman. Ashuni aytaman dedim, lekin haqiqatan birortasiga montaj qilinmagan, taralmagan. Hali ba'zi birlar bor, o'zi yuvmagan shamponda, o'zi nima qilganda hamma videoga chiqib blogerlarga aytaman-da. Taramayman men deyman. Taramayman umuman. Tara yo'q lekin. Shunday olib kelib turib, shunday xalqqa chiqaraman. Hozir mana shu qo'y narx aytaman. Tarab yaltilatgandan keyin 200 ming so'm oshiq aytadigan qo'y bo'lib chiqadi. O'sha narsani dehqonlarimiz o'zi qilib olsin. Akalar, tarab tikan terib, tarab oyoqdan ochgan taqdiringizda bu qo'ylar haqiqiy ancha o'zgaradi. Chunki sifat ancha kiritiladi. Bular hali podlazandan qilinmagan, sveji turibdi qo'ylar. Podlazan aytadilarki, podlazan andazini qilmay, o'shani pulni o'tib beray, o'zlari quvasi chiqgan qolsin deyishyapti akamiz. Bular Abbosxon bularga narxi beradigan bo'lsa, xudo xolasa, optim bir joyga olaman desa 3.750 ming so'mdan beraman. 3.250 ming so'm. Bahorda ham 2 oylik, 1,5 oylik o'zlar 2,5 milliondan bo'ldi uka. Bular bemalol yemga o'tga kirgan. Bularga bir vaqt hashay hisob qo'yib Buxoroga to'yga ketadigan bo'lsa ham kelguncha o'lmay turaveradi. 32,5 dan aka. 3.250 ming so'mdan 81 boshda olgan odamga bir kishiga berdim. Telefon olsa xayr qilib berasizmi? Telefon qilsa xayr qilib beraman. Mobodo telefon qilib, uka, sal mana musofirlar uchun ichidan 20 ta 3 milliondan chiqarib beraman. 3 milliondan ham chiqarib berasiz. 20 ta musofirlarimiz telefon qilsa, lekin o'ziga to'q, haligi usti but, ana shunaqa telefon qilsa bermayman, lekin 3 milliondan o'zim olmaganman. Lekin musofirlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Yevropa shaharlaridan telefon qilib, uka menga 2 ta, menga 3 ta degan odamlarga 3 milliondan 20 bosh chiqarib beraman. 10 ta qo'shqor, 10 ta soliq chiqarib beraman shu pulishdan. Mana akalar, xudo xolasa. Shu ziyoniga ishlayman, mana shu musofirlarimiz uchun. Akalar, xudo xolasa. O'ylab, netib shunday. Like deb bosishdan chiqmas akalar. Qo'ydim narxi haqiqiy sindi. 3 million, 3 million 100, 3 million 200 dan akalar qo'y chiqqani yo'q-da. Temboli Qo'chqor. Qo'chqor uka. Temboli Qo'chqor uka.
Mabodo kelib turib sog'lig'ini olmaymansa qo'chqorni beraman. Nabara sog'lig'iga ish qilozim ko'p meni. Bu egizligi uchun bular qanaqa sog'lig'idan qo'shmagancha qo'chqor sog'liq egiz ekanda, hammasini sherik bor. Masalan, mana shu qo'yimiz bor, sog'liqcha. Buni qo'chqori bor ekan. Mana bu qo'zi qo'chqor sherik-ku. Hammasini o'zida nimasi bor ekan. Mana akalar, xudo xolasa egizchilar ko'pincha ichida akalar. Lekin bitta sariq, bir dona sarig'i bor ekan, qolgan 80 bosh qorasi akalar. 80 bosh qorasi bor. Allaqach qorasi akalar, shoshilaveramiz. Xudo xolasa uka telefon qilsin, dastlabkilarimizda muammo qilishmasin. Bitta olishga odamga sotamiz uka. Xotirjam akalar, aloqaga chiqaverasizlar. Bu so'nggi akalar partiyamiz tugadi, lekin qo'ylarimiz hali bor deyapti, xudo xolasa. Akalar, keyingi partiyada o'tiramiz. Lekin xaridorlar ham o'zi yarim soatlar qaytirish qachon bizga ham pul tegakan deb. Mana akalar. Qo'ylar ko'ryapsiz, soni serab. Qo'ylar bir ko'tarib turib qo'raga olib kirib qo'yganimiz yo'qda, o'zi kirib ketyapti orqada. Hamma sog'ligi zo'r, xudo xolasa akalar. Aloqa chiqaverasizlar akalar, sog' bo'lsin.